Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Hasta bo'lib qolsanga aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma, iltimos sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov sendek bo'lolmas. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman azizim. Nima bo'ldi, aytsangiz-chi? Men ham u bilan ketishim kerak. Uni hech kimi yo'q. Men uni yonida bo'lishim kerak. Meni eshityapsanmi? Yo'q, men kampirim bilan birga bo'lishim kerak. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hammasi yaxshi. Yuringiz bilan, yuring. Qayerga? Tushunmayapman, qayerga olib ketyapsizlar? Yo'q, men kampirim bilan birga bo'lishim kerak. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman azizim. Ayolingiz koronavirusga chalingan. Siz 14 kun karantinda bo'lishingiz kerak. Gohida men o'zim rost so'zlardan g'amdonman. Kasal bo'lma, iltimos, yig'layman sensiz qolib. Meni tashlab ketma. Sensiz o'laman. Yolvoraman, uni mendan ayirma. Sensiz men xor bo'laman azizim. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men karantin hududida turishim emas. Sensiz men xor bo'laman azizim. Xitoyda yangi koronavirus tarqalayotganidan ko'pchilik xabar bo'ldi. Virus tarqalishi ortida O'zbekistonda ham chegara nazorati kuchaytirildi. Dada, Nyu-Yorkda vaziyat juda og'ir. Shunday paytda oldingizda emasman. Meni kechiring. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lma, ishon, o'lik bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman azizim. Hasta bo'lma
dada, xabar bormi? Mendan oldin o'lma ishon, o'lib bo'laman. Senga men zor bo'laman. Sensiz men xor bo'laman. Azizim. Mm-hmm.